Assalomu alaykum. Ikra oldik qarindoshlar. Hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Assalomu alaykum To'g'liqqa. Va alaykum assalom. Suhbat programmasiga Nahmaytandan qatnashib berganlaringizga ko'p rahmat aytaman. Bugungi bu suhbat programmamiz Marko Rubio'ningki vazifaga tayinlanish guvohlik yig'ini va Uyg'ur masalasi. Mushu kimida asosda avval to'g'liqqan bir qisqacha mushu haqda bir leksiya berdi. Uning keyindan mushu suhbatga munosabatlik 11 savol va shu 11 savol asosida munozara olib boramiz. Programmani boshlashdan burun hammamiz ko'ryapmiz, bir qancha kun bo'ldi Tailanddagi qarindoshlarimizni Xitoy qaytardi degan bu ichilish xabar butun diaspora Uyg'urlarning qalbini yana bir qatim vahimaga soldi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlari o'z turishli davlatlarda Tailand elchixonasining oldida namoyish qilish orqali Tailand hukumatiga bo'lgan norozilik ifodalab, Tailand elchixonasiga o'zining talab takliflarini sundi. Bugun Gollandiya parlamentidami Gollandiyadagi siyosiy partiya, ya'ni O'ylam partiyasi, Denk partiya deymiz, bu partiyaningki Gollandiya tashqi ishlar ministriga yo'llagan bir taklifi bor ekan, xati. Bu vaqtda menga ular uchur berdi. Shuni xalqim bilan o'rtoqlashib qo'yay, ozroq bo'lsa-mi bir yaxshi xabar ekan. Ya'ni Gollandiya tashqi ishlar ministriga Gollandiya parlamentidagi yig'inda, ya'ni O'ylam partiyasi o'zining taklifini sunib, Gollandiya hukumati va tashqi ishlar ministrligiga Tailand tashqi ishlar ministri aloqalashib, shu turmada yetayotgan 48 Uyg'urni Xitoy qaytarishga qattiq norozilik ifodalagan. Shundaqla bu Uyg'urni bexatar joyga yetkazish to'g'risida taklif bergan. Uningdan boshqa Gollandiya Yevropa ittifoqi davlatlari ichida Tailandga eng ko'p mablag' solgan, ya'ni iqtisodiy mablag' solgan bir davlat ekan. Gollandiyaniki bu xil ya'ni iqtisodiy manfaat nuqtasidan turib, Tailandniki kishilik huquqining nacharligiga besim yetish orqali o'ziniki iqtisodiy nimasidan ularga besim qilib, bu Uyg'urlarni qat'iy qaytarmaslik. Shundaqla ilgari, ya'ni 2015-yildan so'ng Xitoy qaytarib o'tgan 109 Uyg'urniki izdirgan qadami Gollandiya hukumatiga tashqi ishlar ministriga sungan takliflarni haqida menga bu to'g'risida uchur berdi. Buni Facebook'im chiqarib qo'ydim. Men yana bilan surishtirdim, mana kurashdim. Sizlar bu taklifni suribsan Gollandiya tashqi ishlar ministriga, ular Tailand tashqi ishlar ministridan kurashgandan keyin bu vaqt o'zing kurashganlarga javob beramiz desam, javob berdi deydi. Javob bergandan keyin javobni yana menlar o'rtoqlashgan bo'ldi. Shundaqla buni qarindoshlarimizga yetkazamiz. Qandoqlikin bo'lsa, Gollandiya tashqi ishlar ministrligi Tailand tashqi ishlar ministridan kurashishning bosqichini besibdi. Bu bir xo'sh xabar ekan. Janob Alloh shu Tailand turmusida azob chekayotgan shu qarindoshlarimizninki tezroq bir qutulib, bexatar bir davlat ketishini Janob Allohdan tilaymiz. Unda bo'lsa, bugungi programmamizga kiritaylik. To'g'liqqa eng avval bugun shu Marko Rubio'ning vazifa tayinlash guvohlik yig'ini va Uyg'ur masalasi haqidagi bu suhbatda o'zingiz tayyorlagan shu leksiyani bir suning, uning keyindan savollarni men so'ray. Rahmat. Rahmat sizga. Bütün dünyadaki barlıq Şərq Türkistanlıq qarindoshlar oldu bilan shu bugungi yakshanba kunlarga xayrli olsun. Men bu yerda Abdurimjon inimizningki bugungi shu leksiyani demdoq yoki suhbatni demdoq o'rinlashtirganligi uchun rahmatimni bildirma, hamda ekran oldida to'plangan barliq qarindoshlarga rahmatimni bildirma. Hamda Marko Rubio'ni hamma Uyg'urlar tanıydı deb bilman. Chunki Marko Rubio to'g'riliq o'tganda Abdurimjon inimiz bilan bergan suhbatdimi shu Donald Trump ko'rsatgan nomzodlarning hammasini bir qo'r tanishtirib o'tgan to'q Marko Rubio ikkinchi o'rindagi tanishtirish bo'lgan vaqtda birinchisi J.D. Vance, uning orqasida Marko Rubioni tanishtirgan. Endi Marko Rubio Amerikada uni
Amerika'da onu Secretary of State deydi o, hem de bu ştat işleri sekretariye dep aldım ben, hem bazı katibe dep aldı. Bunda Marco Rubio hem de özü ma bu tigi Kubalıkçı, bu Kubalık olandan keyin şu bu komünist devletni öz komünist devlette tug'ilmagan bo'lsa, Kuba tug'ilgan bo'lsa, lekin oila tarbiyalarini ilib shu komünist sistemga ait bir xil üşmenlik şəraiti çoğ olğan. Şunun üçün özünün şəxsi təcrübəsi, ailə təcrübəsini aytqan çağda bu kommunizm ait öş. Bununki qılıb gələn işlərimi şu komünist sistemisi, Xitayninki hazırkı şu dünyadaki nemeler qartana ait qattiq qo'lliq siyosatni, hamda buni burkut deydi, hamda cho'ng bir Xitoy qarshi cho'ng burkut deb tunuydi. Hawk deydi, Hawk deb inglizcha. Ama bugün bu söhbetnin ki hem de merkez kısmı şu Marco Rubio'nun şu çarşamba günü, yani ötken çarşamba günü şu kongresde ötküzülgen bir anlatış yığını var. Bunu hem de tayinlaş yığını desek bu anlatış yığını. Bu ne degende confirmation hearing dedi İngilizce. Confirmation hearing degene hem de Uygurca'da cazimleştiriş, anlatış deb alsak muvaffaq bo'ldi deyman. U 5 soatga yaqin davomlashgan. Demak, çarşamba kuni asosan bir kun shu Marco Rubio shu 100 senatorning oldida o'zininki bundan keyingi shu ishlarni qanday bajarish to'g'riliq o'zining planini berdi. Endi keyin so'raldi, ularga ait muvofiq javob berdi. Mushtaq ahvol. Shuning uchun men tayyorlagan narsani bir boshdan bir yaxni o'qib, andikin ba'zi tushundirgan mazmunlarni biroz tushuntirib mangman, chunki vaqt munosabati bilan. Bugun hamda Abdurahimjon bilan so'zlashgan bo'yicha bu suhbatni shu 1 soat ichida tugatayli deyishgan to'q. Shuning uchun oldi bilan shu men 8 nuqta tayyorlagan uchun 8 nuqtani bir tushuntirib o'tib, andikin savol javoblarga kirishimiz. Abay uni Abdurahimjon inimiz tanishtirib o'tgan. Hamda Qani o'qishni boshlayman. Marco Rubio'ning jazmlashtirish anglatish yig'inidagi nuqtalari. Bu ham 8 asosli nuqta ustida qisqacha mening analizimda bu. Tashqi siyosatdagi mo'l tajribasi bilan keng doirada e'tirof qilingan senator Marco Rubio Amerika tashqi ministrini anglatish yig'inida Cumhuriyet ve Demokratik Partiyadan iborat ikki partiyaning o'rtaq qo'llashiga erishdi. Xalqaro masalalarga tafsiliy ko'ngil bo'lganligi va shu tarafdagi tajribalari bilan tanilgan Marco Rubio o'zining yer sharidagi muhim xristianlarga tutgan pozitsiyasini bayon qilib o'tdi. Kuchli ittifoqdoshlik va kishilik huquqni tashabbus qilish bilan bir vaqtda Trump hukumatining muhim siyosatlari bilan moslashishga aniq signal berdi. Tövendeki şu Rubio'nun anlatış yığınındaki muhim noktaları. Birincisi nima degan chog'da, birincisi yashar xarakterlik raqobatlar degan kimlar deganda, bu yerda Marco Rubio Xitoy, Rossiya, Shimoliy Koreya va Irondan iborat 4 davlatni Amerikaning raqibi, ya'ni şu o'zining gapi bo'yicha mau access of evil deydi o İngilizce. Evil deganimiz shayton degan gapda. Access of evil degan shaytonning o'qi deb tushunsak bo'ldi. Shularni ishta qilgan. Rubio Xitoy, Rossiya, Shimoliy Koreya va Ironni Amerikaning asosli raqibi deb aniqlab, ularni yer sharining muqimsizligini ilgari suradigan terrorlik gruplarını mablag' bilan ta'minlaydigan va BDT'dagi rad qilish huquqidan foydalanadigan yomonlik o'qi yoki shu shaytonning o'qi deb tasvirladi. Bu nihoyat bir qattiq gap. Demak, Amerikaningki dushmanlarini aniq mishada ko'rsatib berdi. U Xitoy kompartiyasini qattiq tanqidlash bilan bir vaqtda Rossiyaning Ukrainadagi urushini oxirlashtirishning lozimligini ta'kidladi. U bu urushni Vladimir Putinning tajovuzchilik qilmishiga bog'ladi. Rubio
İran, Şimal Kore ve Xitayning Rusiyaning harbiy ve müdafiə stratejiyasini qo'llashdagi rolini tilga olgan. Buni hammamiz bunun xabarimiz bor. Masalan, Xitoy shu Rusiya bilan Ukraina urushi kelganda Rusiya taraf turib, Rusiyani maxfiy oldi qo'ral ta'minlaydigan ashtaq ishlarni qilib keldi. Andiki Shimol Koreyadan shu bir necha ming askarni avatib, ashada urush qilyapti. Hozirgacha ashada ular urush qilyapti. Mushlar qarta degan gapdir bu. Bu birinchi nuqta. Endi ikkinchi nuqta kelaydi. İkinci nokta nima deganda İsrailiya ve Gazze to'qinishiga tutgan pozitsiyasi. Buningda Rubio İsrailiyaning Hamas bilan bo'lgan to'qinishdagi harakatini oqladi. Hamasni fuqarolarni qalqon qilib ishlatdi deb aybladi. U G'azzadagi fuqarolarning hayotidan ayrilgan içinlikli faciani. Bir yerde biz bilimiz var mı? Belki 100 mingdek adam yerde kaza öldürüldü. Şu buğan şu ne faciani itiraf kıldı ve bunu uruşunun kattık reallığı da karadı. Onun diginde uruş buğandık elbette adamla öldü diyen mandak mehdi ötküzü etti. Hem de anlatışında İsrailiye bilen Hamas otursa da vaqtliq urush to'xtatish kelishim e'lon qilindi. Buningda hammamiz xabar bor, shu dal chorshanba kuni bu yig'in ichilayotgan chaqda ashada riyosat qilguvchi shundoq yangi xabar keldi. Izrail bilan Hamas shu vaqtliq urushni to'xtatishga imzoladi degan xabarni ashada e'lon qildi. Naq maydonda e'lon qildi. Men anglab chiqqan shu vaqtda lekin anglatki shuning bilan bu bir hesapta bu Rubio'nun ta'kidlagan nuqtalarini bir hesapda ashada aniqlagan bo'ldi-da, aniqlagan bo'ldi. Bu yerda men mundaq qarayman-ku, bu bo'lgan ish shu hammamiz bilamiz-ku, Donald Trump shu bir necha haftadan burun o'tgan yilning oxirlarida ashak o'tirib qo'yganda shu Hamas bilan İsrailning urushi jazman to'xtash kerak. Agar ular urushni to'xtatmaydigan bo'lsa, deb Hamasga tahdid soldi-ku, do'zaxning kunini ko'rdi degan tahdid solgan. Bu keyin qanday bo'ldi deganda, navbatdagi hamda Bayden hukumati bugundan boshlab tugaydi-ku, shu Bayden hukumati bitma buningga kuchab Trumpga tahdid solgandan keyin mana dal shu Trump tahdiga chiqishdan burun, Trump tahdid chiqdi. Çıkıştım burun bu urushni to'xtatgan bo'ldi-da. Demak, bu Trumpning tahdididan Hamas qo'rqdi degan gap. Chunki bu yerda bir narsa bor-ku, sizlar balkim diqqat qildinglar. İsrailiya bilan Hamas shu o'zaro suhbatlashayotgan chaqda İsrailiya shu G'azzaga ne bombardimon qilib, ashada bir ba'zi bir xabarlar qaraganda 48 mi 50 necha odamni shu kuni shu bular suhbatga qo'l qo'yishayotgan vaqtida ashada shuni qilganda, demak mandaq yer bor. Endi yana bir narsa bor. Bu to'g'riliq men bir uchturni sepib qo'ygandim. Mau JD Vance borku, mau prezidentlikka saylangan. Shu JD Vance'mi shu bir haftadan burun bu shundoq gapni qildi-ku, xalqlar muxbirlar so'radi-ku, endi zodi Trump shundoq deb qo'rqityapti, zodi nima qilmoqchi desa, shu vaqtida JD Vance shu balkim deydi. Shu İsrailiyani shu qurolli hujum qilib G'azzani tubsiz qilish mumkin degan nimani qildi-ku. Endi bu yerda Hamas buningda qanday yer keldi deganda, o'zining azroq bo'lsa bir kuchini saqlab qolish uchun ani imzoladi. Lekin bu ish talto'kis tugdimi uni bilmaymiz. Ya'ni ahvol qaraymiz, oldimiz qanday bo'ldi ahvol qaraymiz. Demak, endi xostijilar, ya'ni tutqun qilinganlar qo'yilib etilgan bo'ldi. Bu mushunchalik bo'ldi-da bu xabar. Bu bir nuqtalik ish bo'ldi bu. Demak, Marco Rubio Amerika'nın İsrailiyani qo'llaydigan siyosatni davomlashtirgan to'g'riliq aniq signalni berdi. Chunki ikki partiya, Amerikadagi Cumhuriyet Partiyasi bo'lamdi, Demokratik Partiya, bular har ikki partiyaning bu İsrailiyani qo'llashda bularning pozitsiyasi aniq. Bu yerda birdek bo'la oladi.
Şunu dep. Endi 3-chi mesele nima deganda NATO. Endi NATO ne endi Uyg'urchada Shimol Atlantik ahd tashkiloti deb olamiz. Men NATO deb deyman. Chunki NATO degan hozir bir umumlashgan bir atalg'i bo'lib ketdi-ku. NATO degan nima degan hammamiz tushunamiz. Amerika mı NATO'nun bir azası, en bir çoğun azası da harbiy jihatdan, kuch jihatdan aytgan chaqda. NATO'nun azası turib, buğanlıqdan Rubio bir yerda Trump bilan sal o'xshamaydigan ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Rubio Shimol Atlantik ahd tashkilotini qo'llaydiganligini yana bir qatim ta'kidlab o'tdi. U bu yerga kelganda Trump'ninki ilgirki shu NATO'ga bo'lgan tanqidlarga ne bir chet qarib qo'yib, o'zining pozitsiyasini aniq bildirdi. Hamda shu NATO'ni Amerikaning halqliq bir ittifoqdoshi deb o'tdi. U Yevropa davlatlarining texnik kuchli ittifoq bo'lib bo'lish uchun mudofaa chiqimini oshirishning muhimligini ta'kidladi. Bu yerda deganligi nima deganda o'tganda mushto'g'irlikning bir suhbatda deyishgan to'q Trump shu NATO davlatlarininki har birisining shu 2%dak chiqimini ko'tarishga, davlat mudofaaligiga ajratishga shuningga talab qilganda agar shunday qilmaydigan bo'lsa biz NATOdan chiqib ketishimiz mumkin degan gaplarni tahdidlarni qilgan. Endi buning kelganda Marco Rubio buningga qo'shildi. Ular jazman u nimasini ko'tarish kerakda. Shuning uchun majiyatni aytgan chaqda bu nima Rubio'ninki ko'z qarashi Trump bilanmi yana birdek bo'ldi degan gap bo'ldi. Bu 3-nuqta. Ham 4-nuqta kelganda Xitoy qarshi turish. Yani Janubiy Xitoy dengizi ve Tayvan, Filipin meselesi to'g'risida nurg'un savollar qo'yildi. Ularga javob berib chiqdi. Rubio Amerika Xitoyning Janubiy dengizidagi jiddiy vaziyatning yer shari xarakterli oqibatlarini bo'libmi Sharq nomi ittifoqdoshi Filipinni qo'g'dashga munosabatlik ogohlantirishlarni berdi. U Tayvanning mudofaasini kuchaytirish, Beijingning harbiy tajovuzchilik qilishining oldini oladi hamda Xitoy kommunistni Xitoy kompartiyasini Amerikaga duch kelgan eng muhim raqib deb tasvirlab, ularning texnika, ya'ni Xitoyniki texnika, iqtisodiy va jo'grafiyalik siyosiy iqtidorini tilga ilib tuvandik gapni dedi. Mana o'qib beraya. Xitoy Kommunist partiyasi Amerikaning tarixdagi eng kuchli va eng xatarli dushmani dedi. Ularda Sovet ittifoqi azaldan ega bo'lamagan narsalar bor. Ular bizning texnik raqibimiz va sanoat raqibimiz, iqtisodiy raqibimiz, jo'grafiyalik siyosiy raqibimiz. Ular hozir hatto hamma ilmiy sohalarda biz bilan raqobatlashyotir. Bu favqulodda cho'ng raqobatdir deb oldi berdi. Demak bu Marco Rubio Xitoyning Amerikaning eng ashaddiy dushmanligini ochiq oshkor o'ttirib qo'ydi. Buningda nima yo'q. Ham garchi hammamiz ma'lum bo'lgan Trump oldin kuni Xitoyningki diktatori Xi Jinping bilan tilpinlashdi. Uning bilan buningkini hamkorlashib, shu dunyoning tinchligini saqlash uchun birlikda tirishimiz degandek gaplarni qildi. Lekin bu oyoqda anda deyotgan bilan Marco Rubio oyoqda Xitoyni yana eng cho'ng dushmani dedi. Marco Rubio bu yerda Trumpga o'xshash. Trump ba'zi chiqib, ancha-muncha chiqib, Xi Jinping bilan mening aloqam yaxshi, u mening do'stimdi, andig'iti, andina Putinni uning bilan paranglashqini bo'ldi, u deb o'zining davlati uchun ish qilyapti deb atal Kim Jong-unni shundoq maqtagan gaplar bor. Lekin Marco Rubio bu jihatda pozitsiyasini aytdi. Ularni bir og'iz tilga olmadi.
Janubiy Koreya bo'lamdi, Rossiya bo'lamdi, Xitoy bo'lamdi, hammasi bizning dushmanimiz deb aniqla tamg'i besatdi bu yerda. Bu narsa. Bu to'rtinchisi. Endi mishada mavu yana bir bet qarab mishada bir narsani qistirib qo'yma. Bu yerda yo'q ekan, mishada turib turayli. Endi men yerda mavu Marko Rubioning yana bir degan nihoyatda muhim bütün hamma odamlarni bir xil cho'chitadigan bir xil shakldagi bir so'zni qildi. Men buni o'qib beray buniki. Marko Rubio dedi, agar biz hozirgi o'xshash yo'lda minib ama keketinglar meydi masal. Agar biz hozirgi o'xshash yo'lda 10 yil mangsak, biz hayotda tayinlagan barliq muhim narsalarda Xitoyga beqinib qoldigan bo'lib qolmaymiz dedi. Ma gapni Xitoy hammani biz uchun qaror qildigan bo'ladi. Masalan, qon besim dorilardan boshlab qandoq kino ko'rish va boshqa barliq narsalar. Ular hozir en ciddi mineral moddalarni kontrol qilib oldi. Hatta elektronlik mashina va batareyalarni ishlab chiqarishni Xitoyga tayinimiz. Agar biz buni o'zgartmasak, biz bexatarligimizdan boshlab salomatligimizgacha kunlik turmushdagi hamma muhim narsada Xitoyning ruxsatini oladigan, Xitoyning bizga ma'qul yoki yo'q deyishiga qarab qoladigan bir dunyoda yashaydigan bo'lib qolmaymiz. Bu naytı müştak bir eğir nimini bəddə bir demək şu bulardan qattiq qutuluşumuz gerek, bulardan qattiq qarıştırışımız gerek degan məndə bu gəpimdə var. Hamda ma 5-ci nuqta kelay. 5-ci bizning hammamiz qiziqadigan Uyg'ur qirg'inchiligi va kishilik huquqini qo'g'dashni tashabbus qilish. Marko Rubio buningda nihoyatda aniq pozitsiyasini bildirdi. Hamda biz hammamiz bilamiz Marko Rubio şu 14 yıldak şu Amerika'nınki nima istihbarat o'rinlarda andikin tashqi ishlar komiteti olduğu için ama kongresde şu 14 yıldak şu komitenin a'zosi bo'lib kelgan bu tashqi ishlarda mo'l tajribaga ega. Andin bu biz uchun eng muhim yeri Marko Rubio şu 2017 yıllardan başlap da şu Uyg'urlarninki şu kishilik huquq qo'g'dashlarda cho'ng ishlar qilgan. Cho'mi Amerika Kongresidan o'tkazgan bir qancha qonunlarni şu Marko Rubio demokratik senatorlardan birlashib o'ttirib qo'ygan hamda ular tasdiqlangan. Endi eng oxirgi kelganda yana qanday qildi deganda şu Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonuni qo'ydayman. O kanun 25'incisi amelden kaldı da. Ama en yakın yani bultu onun yaydan başlayıp Marko Rubio bilen Jeff McKelly diyen adam var. Jeff McKelly ikisi şu kanunun ki müddetini uzatış için yeni bir kanunlayını oturup koydu. O tek tasdiklanmadı. Lakin Marko Rubio eğer Marko Rubio sekreter bo'lgandan keyin, davlat ishlari sekretari bo'lgandan keyin bu ishlarni jazman bir taraf qildi, hal qildi deganga. Uyg'urlar uchun foydali deganga. Endi o'sha yerda yig'inda nima bo'ldi deganda, Rubio Amerikaning ta'siridan foydalanib kishilik huquqni ilgari surishga va'da berdi. Bo'libmi Sharqiy Janubiy Osiyoda u Taylandga besim ishlatib, Taylandda tutib turilgan 48 nafar Uyg'urning Xitoyga qaytarilishining oldini oladiganligi to'g'risida va'da berdi. Bu yerda u savolni kim o'tirib qo'ydi deganda Jeff McKelly degan
senator var. Şu otur koydu. Bu ben abayda bütün Jeff Merkley bilen Marco Rubio şu Uygur kişilik kanununu ikisi birli layihalagan hem layihasini ikisi birlik tutunğanda şu sualını del şu adam otur koydu. Otur koygandan keyin bu nayeti iniq aşağıda cevap verdi. Mesela Jeff Merkley şu Tayland'ın işik doğruluk Uygurlarni qanday bir taraf qilishimiz degan shuni yordamlashamsiz degan albatta deb keskin javobni berdi hamda Tayland hukumati bilan hamkorlashib bu ishga darhol ko'ngil bo'lganligini aniq pozitsiya bildirdi. Hamda tunugunga deyman, tunugun bir xabar qolsam, o'sha Taylandning tashqi ishlar ministri o'zi nimaga chiqib bu Tayland Uyg'urlarni biz Xitoyga qaytaradigan planimiz yo'q deb bu gapni ashadi aniq dedi-da. Demak bu yo'llarni hozir mengishga boshlab bo'ldi degan so'z. Demak, 48 nafar Uyg'urlar bir hisobda Xitoyga qaytarilmaydigan bo'ldi deb quloq chiqarsak bo'ldi deb qarayman. Bular şunun bilan ish bitamdi degan yeri yo'q. Ularni nega opirish, nega qoldirish degan masala borda. Bugun bir muloyiz qilsam, ba'zilar balki uni Turkiya olib ketish mumkin. U 48 dedi. Chunki Turkiya o'z vaqtida 350 nafardek Uyg'urni Abay Abdurimjon shuni deb o'tdinglar. 350 nafardek Uyg'urniki 200 nechisini Turkiya olib ketgan. 109'ını Xitoyga qaytarib etgan shu vaqtida. Ham shu ma'lumot degan qolganlarda, bu qolganlarini mening yana o'ylaydiganim balkim Amerikaga akvilish ehtimoli bor. Agar boshqa davlatlar yo'q, olmaymiz deydigan bo'lsa, Marco Rubio va'da bergan yerda uni balkim Amerikaga akvilish ehtimoli bor-da. Unda bo'lsa ularningki ishi bitdi degan gap bo'ldi. Ama bir şeyde bir narsani deb o'tay, balkim bu gapimni balkim nurg'un odamlarning quloqiga yoqmaydi. Abdulhamid deb inimiz var. Bu muşu iş doğruluk en başta muşu vay Tayland 48 Uygur'unu 48 Uygur'unu Xitoyga qaytaradigan bo'libdi. Bunun derhal hareket düşünsek olmaydı. Deb şu bütün dünyadaki barliq Uygur teşkilatları hem de barliq Uygur cemaatinin ciddi hareket düşüp ularni qutqarishga yo'liga kirish kerak deb bir tashabbusni qilgan o'zi mana shu so'zligimni ulab qo'ydim balkim ko'mgan bo'lsanlar so'zlaysiz aytdi hayajonli holda so'zlaganchu so'zlab bundab bo'ldi qarasam bir necha kun jim turdi-da nurg'un nimlar keyin qaraydigan bo'lsam bir muncha tashkilotlar rasm tushishib o'zlarini donglab xuddi ular ozod qilib chiqarayotgandek bir qiyofatni ko'rsatyapti-da Abdulhamid inimizningki qilgan ishini hech kim eg'iz qilmayapti. Buni aytib bir nima bir qiliqsiz, axloqsiz odamlarning ishlab berdi. U kim qilyapti, nima uchun boshildi deganning sababchini qanday anglading degan sababchini qo'y o'zlari xuddi o'zlari qutqizayotgan. U qilayotgan namoyishlar, hamma narsalar nima u Uyghur mushu chet eldagi kishilik huquq tashkilotlarining majburiyati u. Qilmishi bo'lmaydigan narsa. Shu orqali jon beqotib non tepatdi. Bu yerda nima uchun shunday odamlarni bir kichikini bir ismini o'smi eg'izga atab menda bir demaydi bu ishni. Men hozir tushunmadim buni. Bu meni nihoyatda bir bearam holat qilib qo'ydi. Men mush to'g'riliqli bir chiqib so'zlaydigan yerga kelgandim. Qarasam diqqat qilaylik tashkilotlar. Bu yer tashkilot. Va kishilik huquq orqali jon beqayotgan tashkilotlar mushuni aniq anglanglar. To'g'liqqa sizlarning bu kishilik huquqni qo'g'dash degan sizlarning majburiyatinglar. Sizlarga yedim bo'lamdi, nadim bo'ldi, berayotgan pullarning hamsi shu ishni qildi deb bergan. Sizlarning majburiyatinglar. Uni danglab o'zinglarni maqtaydigan paytma emas hozir. Onun üstüne bu hazır bu iş Amerika'nınki senatorları oturup koyatkan mesele olgandan keyin sizlarning oynagan rolinglar çağlıq bu yerda. Şunu bilip qo'yish kerak. Shuni qisqacha deb qo'ydim, endi o'liqi
hoşaqmaydiganlar jiq bu gapni mayli shunda bo'lsin deb o'taydi. Endi qani 6-si kelayli. 6-si ma Ukraina urushi va Amerika siyosati. Rubio ilgari Trumpning Amerika birinchi maydonini tanqid qilgan edi. O'z vaqtida yo'q degan bu to'g'ri. Lekin keyin bu Prezident Trump'ninki Ukrainaga bo'lgan ko'z qarashi bilan texmo yaqinlashqish boshladi. U Amerika Meksika chegara bexatarligiga mablag'ning kamchilligini bahona qilib 2023-yili Ukrainaga Amerika tarafdan Ukrainaga yordam qildigan qarorlarga qarshi qilgan Marco Rubio. Şu Ukrayna urushini suhbat orqali oxirlashtirishga chaqirdi. Ukrainaning tinchligini qo'lga keltirish uchun ba'zi ziminlarni e'tirof qilish kerakligini o'tirib qo'ydi. Demak, biz xabarimiz bor, hozir Ukrainaninki 20% tak nima ziminni Rossiya egallab bo'ldi. Endi bu yerda Ukrainami shu kuchining barishicha o'zlariga tava bo'lgan o'zlari hamda o'zlarining zimini deydigan yerlarni o'zi qaytirib yotgan kuch yeyotdi degan mush tarafda Marco Rubio'ning degani mushaqlarda o'zi konsession deydigan o'zlari mushada kelishim bo'lish kerak. Mayli deydigan yer kelish kerak deyotdi. Masalan, hozir Zelenskiyninkini misol yo'q, men jazman shu burunqi yerlarimizning hammasini o'zimiz turish ching turma deydi. Rossiyami yana bir yoqdan yana jiqaroq yana egallab olamiz deydigan nimada. Endi hozir urushda mening bilishimcha Rossiya bir hisob ustunlikdir. Endi Zelenskiy bisimning ostida balkim bu urushni to'xtatishga nim qildi. Buni endi tirishdi. Endi Zelenskiy mo Trump bilan ko'rishganligini ifodasini bildirdi. Putin mo Trump bilan ko'rishadigan o'yini dedi. Hatta Trump'ın bular bilan ko'rishma degan yer kelyapti. Endi bu urush endi erta deymizda, endi Trump o'z vaqtida va'da bergandi, men shu birinchi kuni bu urushni to'xtatmadim. Endi uni erta to'xtamamdi, uni hozirgacha bilmaymiz. Men bir nima dalamayman. Lekin erta to'xtab qilishim mumkin. Uni bir nima demaydi. Chunki Trump birinchi kuni 24 soat ichida men shu urushni to'xtatma degan va'dani bergan. Esimlardi. Bu nima? Endi 7-chi kelaydi, 7-chi. Vaqt keli yomon emas deb qarayapman. Shu temin o'zi kelib savol emas, 11 savol. Shu savol yana takrorlanadi bu. Bo'ldi. Men mana shu andasma qolganda yana bir qancha nuqtalar bor, buni o'qib o'tay, shundan bek to'xtalmayman buningda. Aba Uyg'ur masalasi to'g'ri biroz to'xtaldim, chunki biz bilan bek muhimchi. Keyin savol javob kelganda yana shu to'g'riliq biroz to'xtalamiz. 7-si ham ikki partiyaning o'rtaq qo'llashi va nazir doirasi. Bu yerda mushu qitim anglatish bir aniq nuqta bor bu yerda. Demak, ikki partiya Rubio'ninki mushu shtat sekretari bo'lishga qo'shilib bo'ldi bular. Shuning uchun buni jazmlashtirish asosan muqarrar bo'ldi. Garchi yana bir saylam orqali qo'l ko'rish orqali uni belgilaydigan jazmlashtirish bir nimasi rasmiyati bo'lsa-ma, lekin asosan ikki partiya buni naytda qo'lladi. Shuni demoqchi bu. Ostidagi ikki savol ostidagi ma'vu sol tarafdagi yaşangan adam o Tim Kaine oldu. Tim Kaine öz vaqtida Hillary Clinton'ki Mount President kandidat bo'lib chiqqan. Bu shu yig'inda shu yenidik yosh bola degan Pete Hexas degan o'liqi mudofaa ministrligi ko'rsatgan odamda uning degan qattiq savollarni so'rab oqidan shunda qattiq savollarni so'ragan. Lekin bu Rubio'ga kelgan chaqda aytdi qo'llaydigan nima bilan ahang bilan aytib gapdi. Rubio'ni haqiqatan qo'llaydiganligini bildirdi. Demak, u Demokratik partiyaning muhim bir amaldorida, u amaldori shu orqali signal berdi. Demokratik partiya Rubio'ni qo'llaydiganligini bildirdi. Bu 7-chi nuqtasi shu endi.
Demek o cazimleştirilishi muqarrar bir iş olib ketdi buni. Endi 8-si eng oxirgi nuqta bu Grenlandiya va Panama Panama degan yerlarni nima bo'lib qolibdi? Imlo xato. Grenlandiya va Panama qonunlari haqida. Marco Rubio Amerikaning Grenlandiya va Panama qonunidagi manfaatiga munosabatlik savollarga javob berib, Trumpning bu rayonlarga bo'lgan talabini, ya'ni setib olish yoki qaytarib olish, strategik setib olish deb tasvirladi. Rubio Grenlandiyaning shimol qutbidagi o'rni Amerika va G'arbning bexatarligiga uzundan buyon ahamiyat berganligi, bo'libmi Rossiya va Xitoy bilan bo'lgan jiddiychilikni ko'z tutdi. Panama qonuni to'g'risida Rubio chet elning ta'siriga, bo'libmi Xitoyning aralashishiga bo'lgan andishini takrorlab, buning Amerikaning davlat bexatarligiga yoshirin tahdid elib keladiganligini o'ttirib qo'ydi. Panama qonuni boshqarish organi deb bir organ borchu, u bu ko'z qarashlarga rad qilgan bo'lsa-mu, Rubio to'qinish yuz berganda kanalni jug'rafiyalik siyosiy nuqtalik o'rin bo'lish ehtimolligini ogohlantirdi. Bu deganlik u harbiy kuchni ishitish ehtimolimi bor degan narsa, degan ma'no chiqib turibdi bu yerda. Amerikaning savdo va mudofaa manfaati uchun strategik ahamiyati borligini qayta ta'kidladi. Mening hamda bu to'g'riliq nima shu 8 nima nuqtaga ayirib buni qisqacha analiz qildim. Endi men deb o'tdim, bu 5 soatlik bir 5 soatlik bir anglatish jarayon. Uningki tafsilotlari nihoyat jiq bo'ldi. Albatta 1 soat so'zlab bo'lmaydi. Endi xuloslab aytgan chaqda Marco Rubioning jazmlashtirish isbot anglatish yig'ini uning yashardagi tahdidga taqobil turish, Amerikaning ittifoqdoshligini qo'g'dash va kishilik huquqini tashabbus qilish va'dasini ta'kidladi. Uning ko'z qarashi Trump hukumatining siyosatidan, bo'libmi Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, Ukraina va Xitoydan ayrilish bilan moslashganligi ko'z tutadi. Ikki partiyaning qo'llashi bilan Rubio diplomatiya va strategik ittifoqni asos qilib, murakkab xalqaro xrislarni boshdan kechirib, davlat ishlari kotibining rolini ilishga tayyorlandi. Bu endi meshagicha bo'lsin, endi qani Abduljon sizdan deganingiz bo'yicha savollarga kelaylik, agar savollar bo'lsa. Bo'ldi. Rahmat, to'g'rilikka Marco Rubio'ningki yana Amerika tashqi ishlar ministri bo'lish guvohlik yig'inidagi 5 soatlik suhbatni siz qisqacha qilib, hozir 38 minutda tugatibsiz buni. Ya'ni 8 muhim nuqtalarni qisqa tushundingiz. Endi buningga meniki tayyorlab kelgan 11 savolim bor. Qolganini bu savollar asosida qilaylik. Savolga qisqacha va javob bersangiz vaqt munosib bilan. Birinchi savol. Baydenning Amerika hukumati Trump rahbarligidagi yangi Amerika hukumatiga o'tkazib berish oldida Uyg'ur majbur emgakning oldini olish qonuniga asosan Xitoyning 37 shirkatiga qarta jazolash elib borganligini e'lon qildi. Bu xuddi oldingi navbatdagi Trump hukumatni hozirgi Bayden hukumatiga o'tkazib berish oldida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini dunyoga e'lon qilishdek o'xshash bir vaziyatga o'xshaydi. Amerika hukumatining bu ishki navbatdagi hukumatni o'zaro o'tkazib berishdek eng oxirgi vaqtda Uyg'ur nomi bilan atalgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va Uyg'ur majbur emgak qonuni bo'yicha dunyoga Xitoy qarta jazo olib borganligini jakarlashi dunyoga va barliq Uyg'urlar qanday bir siyosiy masalani o'ttirib qo'yganlik bo'ldi. Sizcha bu masalani qanday analiz qilsak yaxshi deydi? Buni men qisqa javob bersam-chi, bu shu Marco Rubio'ningki Xitoyni dushmanimiz deb ta'kidlaganligining bir nimasiga kirdi bu. Chunki Uyg'ur masalasi siz deb o'tgandek bu 4 yildan beri ancha o'tirg'im qo'yilmadi. Masalan, saylam jarayonida men anglab
başına ağıranlap çıktım. Trump olamdı yoki Kamala Harris olamdı. Hech qaysi Uyg'urni bir eg'iz tilga olgan yeri yo'q. Gerçi bazı vaqtlarda savol so'rganlarga nihoyat mujmal javob o'tkazyapti. Lekin maqetim Marco Rubio mushu qitimga anglashda Uyg'urning nimasini atab, hatto Uyg'urningki shu Uyg'urlar Xitoylarning Uyg'urlarga irqiy qirg'inlik yurgizayotganligini qaytadan ta'kidlab o'tdi. Bu albatta shu Trump hamda Biden huquqini almashtirish eng oxirgi kunlarda-chu Biden haqiqatan bir qancha yaxshi ishlar qildi. Abay siz deb o'tgandek 37 Xitoy shirkatini jazolash to'g'riliq, andiki ma'lumi bir muhim nuqtada bu yerda Uyg'ur masalasini Taylandniki 48 Uyg'urni qutqizish uchun tadbir qo'llaydiganligi to'g'riliq deganlik Uyg'urni ismini qaytadan eg'iz olganligining o'zi biz uchun nihoyat bir cho'ng ish. Cho'ng ishlar qaraydi. ilgari Trump tushirgan vaqt hukumat o'tkazib turgan 24 soat qolib qolganda burungi tashqi ishlar ministri Marco Pompeo Uyg'ur qirg'inchi e'lon qilgan. Hamda Biden hukumat o'tkazib turishdan ilgari mana Uyg'ur majbur emgakini yana oyat yana bir qonun ma'qullandi bu narsalarnigida ham o'xshash vaqtlar misol tekkiriyotida demak yana yangi bir hukumatning kelishidan yana Uyg'ur masalasi yana xalqaro yana bir kunlar keldi degan gapda hozir. Endi u darajada emas. Meningki bu to'g'riliq sal ko'z qarashim o'xshamaydi. Uyg'ur masalasi-ku u darajaga borgan yeri yo'q. Chunki biz hamda albatta mening bugungi leksiyarimda Uyg'ur masalasini ayrim bir topiq qilib alaydi dedim-ku. Lekin 5 soatdek nima qilib jarayonda faqatla shularga Jeff Merkley deganlar bu to'g'riliq bir savolni qo'ydi, uningga muvofiq javob berdi, lekin bu to'g'riliq cho'ng nimalar yo'q. O'tganki nima bilan o'xshamaydigan yer nima deganchalar? O'tgan Trumpning birinchi qitim prezident bo'lgan jarayonda-ku shu Uyg'urlar to'g'riliq bir qancha qonunlarni shu vaqtida ham loyiha sunilgan, shu vaqt tasdiqlangan. Andigan abay siz deb o'tgandek Pompeo eng oxirgi kuni, ya'ni mushu bugungidek kunda shaqqitili chiqib, tamg'i besyapti Xitoyni irqiy qirg'inchilik qildi debchu. Bu hamda hozir unchalik ahvolda emas edi. Chunki hamda atidan boshlab nima ishlar bo'ldi, Uyg'urlarning masalasi qaytadan yana burunqidek muhim o'ringa chiqamdi, uni bilmaymiz. Lekin Uyg'urlarni qo'g'dash masalasi jazman bu bo'ldi. Chunki bu to'g'riliq Marco Rubio va'dini beryapti. Chunki Amerikaningki, mening shaxsiy ko'z qarashimcha, Amerikaningki hozir eng hal qilish tegishli eng cho'ng masala birisi Ukraina urushi, andiki o'tir sharqni jimiqtirish, andiki Xitoyninki Janubiy dengizdagi ta'siri, andiki shunga o'xshash o'tganda muzokaralashdikku Grenlandiya, Panama kanali degandek bu to'g'rilar bu masalalar bilan selishtirganda Uyg'ur masalasi afsuski texi unchalik o'rinda emas. Uning yana bir mezgil ketdi deb qarayman. Rahmat. Ama Marco Rubio haqida ona bir tarjimali haqida qisqacha bir nimadan toza nima faqat Meksikada tug'ilgan dedingiz ustoqqa. Meksikada tug'ilgan, Amerika qancha? Yo'q, Meksika emas, Kuba. Kubada tug'ilgan emas. Dadisi Kuba. Dadisi kubalik. Lekin Marco shuni amdiliqi uni ayirman nimadan keyin yana bir chiqarib qo'yay, unga biroz vaqt ketdi. Marco Rubio men abayma qisqa deb o'tdim. Marco Rubio hozir 53 yosh. Ham demak bu men yoshda hamda siyosatchilarning qatorida yosh. O'zininki uninki dadisi kubalik, o'zi Amerikada tug'ilgan. Chunki agar u Amerikada tug'ilgan bo'lmasa, o'tgan qatim Trump bilan prezidentlikka Cumhuriyet Partiyaning nomzodlikka o'zini ko'rsatgan-ku, talashgan ikkisi hali etishib baqqanti, o'zining salohiyat to'shmagan bo'ladi. U Amerikada tug'ilganligi aniq, lekin oila tarbiyasida buni kichigidan tortib, xuddi bizga o'xshashda biz bolalarimizni tarbiyalaganda shu Xitoyni qandoq ulog'i degan shu molimizning berichi ularni Xitoyning qandoq askiligini, qandoq qonxo'rligini shularni tarbiyalaymiz, shu bizga o'xshash u ashlab tarbiyalanib diniga shundoq bir hukm singib ketganda u shuningga kunlik 5 soatdek so'z deganida shu 20dek
nimalar da yerimdek vaqtda Xitoyni deyapti. Buni anglab nəhayət xoş oldum. Bu shundaq. Uningki masalan tarjimali to'g'riliq abay men deb o'tdim bu 2010 yillarga deyman shu vaqtdan boshlab siyosatga aralashib keyin mana Floridaninki nimasi bo'ldi o'shada cho'ng amaldorning biri bo'ldi keyin o'ziligi senator bo'ldi. Mana 2016-yili mana prezidentlik saylamga kirishdan burun senator bo'lgan, lekin prezidentlik o'zini ko'rsatgan chaqda aningdan o'rnidan istifa bergan. İstifa berib chiqib elib, endi ma prezidentlik saylamga qatnashdi, keyin saylamda Trump bilan ichamagandan keyin yana qaytib berib, yana qaytadan saylamga kirib, yana Floridaninki senator bo'ldi. Shuni Floridaning senati endi 14 yildak tashqi munosabatlar komiteti deb komitet bor-ku kongressning. Shuning ichidagi muhim a'zosi bo'lgan Uyg'urninki mecburi emgak kanunları şularni muşu layihalagan ashtaq ishlari bor. Uningki bilishimcha 5 balasi var. Oila munosabatine ait yaxshi, boshqalarga o'xshash hali qanday shamandichilik nimalarmi yo'q, hech kimmi bu to'g'riliq undan savolmi so'ramadi, ashtaq taraflari bor. Bu nima? Buni beshinchilik qilaylik endi. Kendime Robi efendimniki bu qatimliqqa guvohlik bir yig'inda Xitoy qarshi nəhayət kuchlik bayonotlarni e'lon qildi hamda bu uningki keyingi navbatdagi Amerika hukumatini Xitoy qarshi qanday asosliq siyosiy masalalarni xalqarolashtirish maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Yani bu yerda o'zining deyishicha mandaq bir qancha rayonlarga kuchish kerak dedi. Ukrayna meselesini hal qilish kerak deganni biz deb o'tdik. Bu bir masala. Endi yana bir bu Janubiy Amerika varmi shu Panama kanallari bor, endi Meksika. Mesela Timin Jig'ayli Timin Jadakasi Xitoyga qarshi. Ya shu deyapman-ku, mushlarning hammasi Xitoyga qarshi bo'layotgan ishlar-ku. Chunki Xitoyning ta'siri Janubiy Amerikaning janubiga kirib bo'ldi. Panama kanalining ikki tarafini egallab bo'ldi deb bu to'g'riliqni qilib, bu Xitoyga qarshi bo'layotgan ishlar. Endi Xitoyga qarshi tarif degan narsa bormi? Tamojna haqini o'stirishni bunimi qo'lladi. U endi Uyg'urlarni qo'llaydigan pozitsiyasini bildirdi. Yana qanday ishlar bor. Endi NATO bilan hamkorlashi idishning o'zimi Xitoyninki u yerlik ta'sirini ojizlashtirish degan-ku. Bularning hamma ishlarichi shu yerga olib markazda. Grenlandiyaning ishimi shu. Grenlandiyaning Xitoyning ta'siri kuchayib ketganlikdan biz shu yerni Amerikaning strategik siyasi uchun nihoyat muhim bir o'rinda deymiz degan gaplarni deydi. Mushlarning hammasi shuning bilan munosabat. Endi shu qolgan shu savolga javob berganda qildimmi yaqinda sal? Ya bo'ldi. Endi yana bir savol o'taylik. Endi bu guvohlik yig'inida Uyg'ur masalasi, shundaqla Tailand Uyg'urlar haqida Marco Rubio alayhida to'xtaldi. Bundan keyingi dunyoning siyosiy kun tartibida ashlika o'sha muhim bir yig'inda yana Uyg'ur masalasini, ham Tailanddagi Uyg'urlar haqida so'z qilishi, ham uni keyingi o'g'ilga vaqt o'tirdi-ku, endi shunaqa bosh tashqi ishlar ministri bo'lib. Shu vaqtida uning yana yangidan tashqi ishlar ministri bo'lgan vaqtida yana Uyg'urlarniki nimasini yanadan qaytib bir kun tartib ekilishdan berilgan bir signalmi shu? Shundoq bo'ldi albatta. U jazman Uyg'urlarni qo'llashda, Uyg'urlarning kishilik huquq ishlarini qo'llashda uningda qaror qilib bo'ldi, uni qildi. Lekin bu yerda bir masala bor-ku, bizning muhim masalamiz, mening fikrimcha, sizmi shuning qo'shilsiz deyman. Mening fikrimcha biz Amerika hukumatiga Sharq Turkistonning Xitoy hukumati Xitoy besib olgan zimin deganni e'tirof qildirish. Buni qilmamdi, uni uqmaymiz hozircha. Uni uqmaymiz. Agar shu yo'nalishga qarab mangadigan bo'lsa, agar shu yo'nalishga qarab mangadigan bo'lsa, mencha Uyg'urlar tayyor bu yerda. O'zining vatani, o'zining nimasi uchunchi urush qilish yoki har qanday ish qilishga Uyg'urlar tayyor bo'ldi. Buni Amerika hukumatimi biladi deb qarayman. Lekin men deb o'tdim, Amerika hukumatiga nisbatan
Uyg'ur masalasi, Uyg'urdan foydalanib Xitoyni pojlash masalasi kun tartibga kirmadi. Hozir pojlash emas, hozir Xitoyni abay Rubioning gapini oldik-ku. Xitoyni bu bizning shu tangtush raqobatimiz, bu hatto keyin bizni boshqaradigan bir ajdahoning qo'li bor-ku, butun yasharni bağdırgan nimesi var deb şunun taqobil turishninki nimasini oldi bilan izlaydi. Buning uchun abay men deb o'tgandek, shu Janubiy Amerika olamdi, Shimoliy Yevropa olamdi, Yevropa ittifoq bo'lamdi, Hindiston bo'lamdi, andikin Janubiy Xitoy dengiz tarafdagi shu Filippin deymiz, Yaponiya deymiz, şu devletlerinin hemmisini özgünüm qilgandan keyin andikin bir yeni sharoit yaratildi. Shuningga kuchashga ihtimom qotdi. Qurolliq kuchini texmi mustahkamlashtiramiz, davlatli Trump deb keldi. Andik bularning hammasi bir shu burunqi Biden hukumatini ayblagan yerda Biden hukumati mush tarafda Xitoyga bo'shanchilik qildi degan narsalarni ta'kidlayotdi. Shu taraf qarab, menimcha shu taraf qarab menyotir. Chunki ana dastlab bir dushmanin tahdid deb qaragandan keyin endi u tahdidni qanday yo'qotish. Mesela Reagan bilan nimani o'tirishlik rasmlarini ko'rgansiz? Reagan uni qaytaylik, uni keyin hozir shunday nimasini qilib ketmaylik. Bo'ldi. Ana keyin bu da endi shu Taylanddagi 48 Uyg'ur haqida alayda to'xtaldi-da. Amerika hukumatiningki Tayland Uyg'urlarni Amerika ekilishdan keyin bir yo'lni qilib bo'larmi? Masalan, bu Marco Rubio alayda tilga olgan bo'lgandan keyin shundan butun Uyg'ur tashkilotlari ularga bir imzola xat yozish orqali qayta bir takliflarni sunsa, shunun foyda bo'larmi sizcha? Ya men abay deb o'tdim-ku, bu ehtimoli bor dedim. Chunki Marco Rubioning hozir shu huquqi bor hozircha. Shu huquqi bor. Endi buningga xat yozish, arz qilish degan narsalarni hargiz to'xtatmaslik kerak. To'xtamay deb turishimiz kerak. Lekin bir narsaga aytib bayqaydi. Har qanday taklifni qilganda, har qanday bizning birdan bir qutulish yo'limiz Xitoyning zulmidan qutulish, ya'ni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish degan narsani jazman yezish kerak menimda. Men o'zimning yozgan xatlarimni, yozgan nimalarida hammasi shu gaplarni deyman. Bizni boshqa hech qanday kishilik huquq orqali bizni ozod qilolmaydi. Agar ba'zi nimalar borku, ba'zi tashkilotlar demayman, lekin ba'zi shaxsiylar bor. O'sha Xitoymi Uyg'urlarni o'zlarida ko'rdiganini bo'lsa mayli emasmi degan ko'z qarashda borku. Bundaq ko'z qarashni Amerika hukumatiga yetkazib qo'ygan bo'lsak, nihoyat xatarlik ish. Vaqtida Xitoymi kishilik huquqimizni o'ngishdiq deb, shuni qildi-ku, yaqinda qilayotgan hozir degan siyosatni tilganlarni berib, xotirjam berib deyotdi. Mayli chet elda faoliyatda qatnashganlarni xotirjam berib kelibdi, ba'zilari mayoq kelib, voy ularning ahvoli yaxshi, yomon emasga degan gaplarni taqtirib yurdi bu yerda. Bu xatarlik narsa. Bu narsani agar shunday shakilni bo'lib bu bizning Uyg'ur tashkilotlar men Uyg'urga vakillik qilaman degan nom bilan ashta xato tushunchalarni yetkazib qo'yganmiz. Bizning rasmiy tugashgan kunimiz shu bo'ldi. Sizlar bu Uyg'urlar ashlar bilan kelishni xohlaydi ekan deydigan xulosa chiqib. Shuni oldinga olgan elish uchun arz sungan chaqda shu narsani diqqat qilish demak. Albatta arzini to'xtamay arz qilib turishgan, namoyishni qilish turgan, xatlarni yozib qo'yish kerak, muxbirlar bilan so'zlashganda mushlarni deyish kerak. Çünkü yol içildi bu to'g'rilikda. Yol içildi. Sizlar bilan chatlig'imiz yo'q degan gap yo'q hozir. Uyg'ur masalasini bir masala deb qaraydigan, qaytadan qaraydigan bo'ldi. Yani bir savol, Marco Rubio'ning Amerika parlamentida nomzod ko'rsatish yig'inida Xitoyga qarshi pozitsiyasini qanday davlatlar qo'llaydi? Uyg'ur masalasi yana dunyodagi davlatlarning Xitoyga qarshi birlikda harakat qilishiga sabab bo'lamdi? Agar sabab bo'lsa, dunyodagi Uyg'urlar, Uyg'ur tashkilotlari qanday tayyorlikda turish kerak? Ya bu sənlə mürəkkəb savol qoldi. Buni o'zini bir ayrim topik qilib muzokara qilsak bo'lamdikan dedim. Shu chunki bu masala menimcha Abdurimjon bir ayrim bir suhbat o'tkazish to'g'ri keldi. Buningga shu sohalardagi ba'zi bir mutaxassislarni
taklif qilib, shular bilan bildirmaslar. Chunki bu bir eg'iz savol bilan javob beradigan narsa emas-ku bu. Qandaq ishlarni qilishni kerak. Meningki ko'z qarashim bo'yicha abayman dedim-ku, shunday ishlarni qilish. Jazman mustaqillik to'g'riliq, Sharq Turkiston Xitoy besib olgan bir mustaqil davlat. Bizning qilayotgan ishimiz faqat mustaqilligimizni asliga keltirish degandek pozitsiyada bo'lishi kerak. Har qanday tashkilot shuningdek bo'lgan bo'lsa, biz birga kelaylik. Yani bir savol, Marko Rubio efendim o'ttirib qo'ygan Uyg'ur majburiy emgak qonunidan boshqa yana Uyg'urlarga munosabat qanday yangi qonun taklif qilinishi mumkin deydi. Masalan, Amerikadagi kimdir siyosiy analizchilar mushaqqirimda qo'ygan bir analizlar bormi? Ya bu o'z vaqtida 4 yildan burun bu to'g'riliq yo'llar mengilgan. Mesela Sharq Turkiston sürgün hükümeti olamdı, yani bazı bir teşkilatlar var. Muş to'g'riliq, o bizni kişilik hukuk davası orqali bizni qutqizgin olmaydi deb abay men degandek-ku, faqat bizning mustaqil qilib berilgan ishlar bo'lsa, mustaqilligimizni qo'llaydigan bir ish bo'ldi deb. Shu vaqtlarda hatto 4 yildan burun shu nurg'un mutaxassislar chiqqan, shu AQQdan shunday maqolalarni yozdigan-ku. Kim bular ama Biden hukumat chiqqandan keyin bular hammasi jim qilib ketdi, u paranglar bo'lmadi. Bu paranglarni qaytadan chiqdi. Abay men deb o'tgan, men bir qanchalarni tanıyman-ku, bular endi qaytadan yana shu haqda maqolalarni yozib uchun endi bizning kuchaydigan eng muhim bir ish-ku, shu Tibetlar bu yo'lni mengib bo'ldi. Ularning mutlaq tasdiqlandi Tibetliklarninki Tibetliklar-ku shu Tibetning mustaqilligini qo'llaydigan, mustaqilligini e'tirof qiladigan mustaqillik qonun loyihasini sunib bo'ldi. Tasdiqlagan yeri yo'q. Uyg'urlarninki shu yo'llarga qarab mengishga boshlagan sunilganlarim bo'lishi mumkin, lekin kun tartib tushirgan ekanmidi. Endi agar biz shu Marko Rubiodek shundoq bir qancha senatorlar bilan so'zlashib, ashlarni u emas Sharq Turkistonning mustaqilligini e'tirof qilish haqidagi qonun loyihadek mushtaq narsani bir ikki senator birlashib suna oladigan bo'lsa, yangi bir yo'l ochildi degan gapda. Ham kishilik qonun, kishilik huquqni qo'llash qonun, to'g'rilik qonun u bor edi, tutib bo'ldi. Hamda hatto qo'shimchilik shu barliq Uyg'urlarni qo'llab qelish haqidagi mushtaq qonun loyihalarini sunilib bo'ldi. Ular deb, ularni tasdiqlandi, uning deb yo'q. Forced Labor Act Forced Labor Act mecburi emgak kanunu degan uni belgilanib qo'ygan, hamda uni uzatildi u. Uyg'urlarni qo'llash. Yana bu savol yana takrorlandi. Sizce Marko Rubio efendim Amerika parlamentidagi boshqa a'zolarga Uyg'ur masalasi haqida yana qanday yordam qilishni o'ttirib qo'yish mumkin? Rubio efendim muhojiratdagi xatar ichida qolgan Uyg'urlarni ko'chman tariqasida Amerika ekilish ko'chman qonunni plan o'ttirib qo'yish mumkinmi? Yoki bu shu ayrim topik yoki muhojirat Uyg'ur tashkilotlari xatar ichidagi Uyg'urlarning Amerikaga ko'chman bo'lib kelishiga doir talab fikr sunish kerak deb qaramsiz, Amerika hukumati sizcha buni qanday qarashda bo'ldi deydi. Bu temalar albatta bir keng doirali tema ekan-ku, buni izlanib buni yana bir qatim qo'yaylik ekan. Buni shunday qilaylik. Menchi buningga yana azroq o'ylash ketdi-ku, buningga men chiqibla unga javob beradigan savolmi emas deb qarayman. Chunki nima deymiz, endi bu bir ba'zi bir tarixiy ko'rinishlarni, masalan Cumhuriyet Partiyasi endi huquq tutilgan bo'ldi-ku, Trump huquq tutgan. Trumpning o'zining bu to'g'riliq texi bir yig'iz gap qilgan yeri yo'q-ku. Bu davatgan gaplar qo'l ostidagi Marko Rubiodek, endiki Michael Waltz deydigandek, nima Pete Hegseth deydigan shular aytib iniq Xitoy dushmanimiz degan gaplarni davotdi. Ya'ni nurg'un burkutlar deymiz, nurg'un burkutlar bular davotdi. Endi bu burkutlarningki gapini ham Trump qanchalik anglaydi, bu bir yana bir masala. Shundan boshlab shuni ko'ramiz. Nima qanchalik masalanki Marko Rubio'mi o'zini bu o'ttirib qo'ygan shu Uyg'ur masalasi haqida masalan cho'qim Trumpning degan anglish kerakmi? O'z oldiga ba'zi narsani qo'lini o'ttirib qo'yish nimasi bormi?
huquqi. Buningga o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Ba'zilar hamda Trump degan o'zi bir joyil diktatorlik o'yiva adam deydi. Ba'zi bir qilmishlar qaraydigan bo'lsak, shundaroq intilishlarimi bor, unimi yo'q degan olmaydi. Masalan, shu Grenlandiya, Panama qalarutan, Kanadani 51 shtat qilish degandek ishlar gaplarni qilganda jiq odamlar uning qarshilik ko'rsatib bu qanday gap bu xalqning ziminini tatib olmaydi degan gaplar degan narsalarni deydi-ku. Endi bu yerda Trump mening mana bir ko'z qarashim bor, bu diktator bo'lgan odamchi gap agar shu diktator bo'lgan odam ba'zida bor o'zininki davlat manfaatini deb diktatorchilikni qildigan ishlar bo'ladi. Uning taltukus xato deb ketgan. Olaylik maslangida bir mesela bütün muhacirat Uyg'urlar shu burun Amerikaga birlik imzo to'plash faoliyati yap bo'lganda Oqsaroyga. Bu qatim shu bevosita shu Marko Rubioning ismini chiqarib turib, shuning bevosita shu har qaysi davlatlardagi turmush yetayotgan, masalan Tailanddagi 48, Maroko tomsatgan, Indoneziyaning qator hammasini tizimligini tizib, shu Amerikaga aralashib, shunga Amerika ikki haqida umumiy birlik imzo to'plash harakati va yoki xat yozish orqali işte bir harakat qilib baqsa shuning unum bo'ladimi? Ya unum bo'ldi mencha. Mencha unum bo'ldi uniki. Bo'libmi? Hozirgi ahvolda Xitoyni o'rtaq dushman deb aniq degan chaqda bor-ku. Biz Xitoy zulmining ostida azob chekayotgan xalq bo'lgandan keyin bizning nimamizni yaxshiroq anglish mumkin. Lekin Uyg'ur masalasi texmi kun tartibga chiqaradigan ishlar. Bu Marko Rubioning degini Uyg'urlar yolg'iz emas, biz Uyg'urlar bilan birga Uyg'urlar bilan kurashib, o'zimni nima qilganda bu odam. Kishidan tapa kommunizm qarash bir nimasi cho'ng olgan nim bo'lgandan keyin bir hisobda mencha bu yerda Uyg'urlarga mana bir signalni beryapti. Endi qog'ini Uyg'urlarning harakatiga qanday qadam olishimiz bizga bog'liq, bizim qanday qilib albatta bizga bog'liq bo'ldi. Abay men deb o'tdim-ku. Agar bizningki shu tashkilotlar olib bizning kishilik huquq ahvolimizni o'zgartirib bersanglar, biz birovlar odamlar ular bilan yashab ketaveramiz deydigan narsani sundigan bo'lsa, u Amerikaning nima chatdigi uning bilan? Bu narsa hech qanday foydalanmaymiz ekan deydi. Xitoyni men deyapman-ku mana. O'z vaqtida Sovet ittifoqini, o'z vaqtidagi sobiq Sovet ittifoqini parchalashda qandoq parchalgan esimizga bor. Shu yerda shu zulmni Xitoyning zulmini nimqan Afg'oniston va kazal shu davlatlarni foydalanib ani ojizlashtirib bir yerga olib qolgandan keyin o'zini majburiy nimqan. Hozir agar biz u yerda shundoq bir kuch shakllanmaydigan bo'lsa, Amerikaning nima chatdigi bo'libdi, sen o'zing yashayvergin, o'zingning ishini qil deydi. Agar mayda to'xta, men Xitoyni, masalan Amerikaning siyosiy kun tartibiga o'sha Xitoyni parchlash degan narsa. Hozirda unday gapni qilmadi-ku. Zimin butunligi u bu degan gaplarni nima qilmaydi, Tayvanni nima qilmoqmiz deydigan bo'lsa, shu Tayvan yana sening bir qisming davatidir hozirgacha shu gapni deydi. Uni biz qo'g'daymiz, lekin yana sening bir qisming deydi. Agar yo'q, Tayvan sening bir qisming emas deydigan gaplarni desa, endi shu vaqtda Xitoyni shu parchlash degan bir hukum Amerikaningki siyosiy kun tartibiga tushadigan bu vaqt. Albatta vaqt kimdan foydalanish kerak degan masala savol o'tirib qo'ydi. Albatta eng oldi bilan kimni qildi? Uyg'urni shunga soldi, Tibetni shunga soldi, tashliqqa nima, Mongoliya tarafdan shularni oldi bilan o'yish. Ya bular o'zlari uning tayyor emasga nima chatdigi bo'ldi? Bo'pti, kishilik huquqni qo'g'dash uchun biz necha million dollar ajratib beraylik, shuning bilan ketaversang bo'ldi deydi. Uni andikinalar bir nima deymiz, shaxmatning ustidagi pishkisidek vaqti kelganda ko'kni ishlatib, mana Uyg'urlar bor deb qo'ydi, andikin bir narsalarni imzo qo'yib oldi, shuning bilan tutdi. Shuning uchun mening da'vatqinim Uyg'ur o'zi tayyormi degan shu narsaga tayyor bo'lish. Yana bir narsa beshim kallam kelib qoldi hozir. Bir narsa savollar uni ayrim bir qilaylik keng doirada-chi, uni mas'ulash to'g'risida. Yana bir savol, bu Marko Rubioga Xitoy hukumati jazo yurgizgan. To'g'ri. Uni
Xitoy kirishni cheklaganmi, tutishmisimi, işte bir nima qilganga bir jazosini nima qilgan. Uni 2020-yili shu Uyg'ur masalasiga Uyg'ur masalasiga kelganda kishilik huquq nima majburiy emgak qonunini chiqargan chaqda Xitoy nihoyat g'azablanib shu vaqtida bir 10 necha odamni shu vaqtida qanday qilgan bizning mana Nuri Turkan bor bo'yicha tizimlik jazo yurgizganlar borda hamda bularni jazo bergan. Endi buningga kelganda bu ikki davlatninki savol qo'yib olay, savol tugitib aytib turing. Marco Rubio ertadan boshlab chiqdi huquq tutgandan keyin qanday to'sqinliklar duch kelish mumkin Xitoy hukumatining nimasida deydi hamda. Xitoy uni jazo qo'llandi. Endi bu tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyin Xitoyga ziyoratga boradigan ahvoli bo'lib qolsa, bir to'sqinliklar bo'lamdi degandek. Endi bu to'g'riliqchi men Xitoymi usta bu deyatlardi. Shu aliqi Rubionichu asli Rubio deganninkilik Xitoychada Rubio demdi bir nima deydi. Shu Lu degan xatni burun boshqa ishlatganda hozir yana bir boshqa nima bilan ishlatgan bu qoldi. Chalib yo'q anglab qoldi. U bu Xitoyning ustunligi vaqtida odatdagi fuqarolar nisbatan pamnisi qaraydi emasmi? Pamnisi qarshi Xitoyning xatida Lu deganni ahangdan necha xilni yoza oladi emasmi? Ani yozib qo'ygandan keyin bu boshqa Rubio deb Xitoyning o'zining fuqarolarini bir xil eziq turib buni boshqa odam degandek ko'z qarash va ya'ni taklif qilaverish mumkin. Ya'ni olimisini yo'qitib chiqarib o'tish mumkin. Bo'ldi, kirsa bo'ldi. Chunki u unayt osonlik qaror va Xi Jinping bo'ldi. U Amerikaninki tashqi ishlar ministriga uninki Xitoyga kelishini biz qarshi olmaymiz deydigan bo'lsa, bir yig'iz gap bilan buni Amerikadagi siyosiy analizchilarniki birimda o'tirib qo'ygan bir nimalar yo'qmi? Bu Xitoy hukumati Rubioga tutish nima jazo qo'llangan. Ya bu to'g'riliq degan gaplar bormi? Shu ikkimiz so'zlayotgandeklar ashtaqa nimalarni davatudi hamda ba'zilar mushu Xitoy munosabat kelganda mush qarshilik qilamdiki degan narsalarni davatudi, lekin ba'zilar yana mana o'sha ashtaqa gaplarni davatudi. U bir ikki davlatning siyosatidagi ishlar bo'lgandan keyin undaq birsini nimadan qoldirish. Xuddi Sharq Turkiston islom harakatini Amerika o'z vaqtida terrorist organization degan-ku. Keyin yana o'zi chiqib, yo ular terrorist organization emas degan qarorni chiqardi. Shuning o'xshashlar uning u qarorini davlatning siyosatiga bog'lab uni o'zgartiraverdi. Mening fikrim shu. Uningda o cho'ng qarshilik qilmaydi. Lekin Rubio o'zi hamda ashaga baramdi yo'q degan bir masala bor-ku bu yerda. Sen uni eng ashadiy dushmanim deb, ya'ni dushmanning oldiga ketib borsang-ku deydigan nimalar chiqdi. Lekin agar Trump qo'pib, yo sen jazman borsa, menga vakolatda borsa deydigan bo'lsa, umi amal yo'q, bormasa diplomatik ishlar bo'ldi deydi. Lekin bu to'g'riliq mazaq izin paqay bu to'g'riliq mazaq tayyorlik qilsak bo'ldi. Uni bilmaymiz-ku hozircha hamda texi bir masala emas. Chunki bu texi confirmation deymiz, jazmlashtirildi hozircha. Gerçi biz men hamda gerçi cho'qim jazmlashtirildi deb degan bilan jazmlashtirilmadi. Angacha yana nima ishlar bo'ldi, uni bilmaymiz. Hamda hozir ba'zilarning davatqini hatto mandaq fikrlarni ko'rdimchu, ba'zilar deydi bu Rubio bir qancha oshqushliq nuqtalarda Trump'ninki davatqanlarini chetnab ketib bordi davatdichu. Bu to'g'ri Trump xopib qolamdi yo'q deydigan gaplar bor. Uningdan bir nima degan olmaydi. Hamda Trump balkim bir şeyda bir xil siyosiy nima deymiz, siyosiy ustunlik demdik, ishlatayotgan bo'lishi mumkin-da. U Rubioni chiqarib qo'ysa, her iki partiya, Cumhuriyet Partiyasi bo'lamdi, Demokratik Partiya bo'lsa, her ikkisi bunun ancha qarshilik qilmaydi. Chunki bu o'zi nima deymiz, controversial, talash tortish qiladigan nuqtalar yo'q bularda. Belki Demokratik Partiyalarniki 80-90% mushuning qo'lini ko'taraverdi. Buning da hech qanday gap yo'q buningda. Boshqalarga kelganda balkim aram bir 53 bilet elib o'tib ketishi mumkin, lekin Rubio'da bunday ish yo'q Rubio'da.
Bo'ldi, rahmat. Eng oxirgi bir savol, ma rasmni ko'rinib turibdi mana. Reagan Zontonininki yendikisi Donald Trump yosh vaqt ekanda, buningdan işte bo'lganda 20 necha yil burunqimi bu? Rasmmi bu 30 yil burunqi emas. Mana qarasam, yani Trumpning Reaganga varislik qilishimi deb, endi bu vaqtdagi tayyorlab qolgan bir savolim bor. 20 числа, yani erta dushanba kuni Trumpning 47 navbatlik Amerika prezidentligini topshirib olish qasam murosimi dushanba kuni bu murosim aslida Amerika parlamentining sirtida ham prezidentlik ochilish murosimi qatnashadigan net 100 ming kishining yig'ilib tabriklashdek bir cho'ng bir murosim edi. Ammo bu qatimliq prezidentlik murosimi Washingtonda bo'lgan sovuq havo rayi tufaylidan Amerika parlament zaliga o'rlashtirilgan. Buning bilan bu vaqtda turli ko'z qarash va muloyizalar tarqalgan bo'lib, Trumpning bu qatimliq zal ichidagi vaziyat topshirib olish ayni vaqtdagi Sovet kommunizm dunyosini og'dirgan Amerika prezidenti Reaganning zal ichida vaziyat topshirganligi bilan o'xshash bo'lib, bu Trumpning Reaganga varislik qilib Xitoy kommunizm davlatining og'dirilishiga bo'lgan simbol xarakterlik agishi deb qarasa, bir qismlari Washington aholisining 85% demokratchilar tarafdori bo'lib, Trumpning bexatarlik sababini ko'z tutgan holda zal ichiga o'rlashtirilgan deb qaralgan. Yana bir qismlar bo'lsa, dushanba kuni Washingtonda bo'lgan qattiq sovuq havo tufaylidan murosim zal ichiga o'rlashtirilganligini bildirmoqda. Demakchi, siz ham bir Washingtonda o'ldirish bir Uyg'ur bo'lib chiqdingizda, yuqori qarashlarning qaysi to'g'ri, bu vaqt ko'z qarashingizni deb baqqan bo'lsangiz rahmat. Bu savol aniq bo'lishda-ku. Aniq oldu. Hamda birinchi hamda shu birinchi modda kasamchu bu hamda Trump chiqqandan keyin xuddi Reagan chiqib sobiq Sovet ittifoqini parchalagandek Xitoyni parchalaydigan nima kelamdi degan mazmunda-ku. Yo'q, Reagan bu shu Trump birinchi qatim prezident bo'lgan chog'da shuning o'xshash muzokaralar qilib bo'lgan shu vaqt. Yo'q, shu vaqt abayqa rasmni savol chetnab ketdingiz. Savoldan chetnab ketdingiz. Men az savolni qilishdim, mana nimani kelaydi mana. Ertaganlikka Trump huquqni topshirib oladi, huquq topshirish murosimi o'tkazadi. Har qatimli Amerika prezidentlari huquq topshirib olgan vaqtida Washingtondagi Oq saroyning oldida tantanlik bir murosim o'tkazadi-da. Trump Washington ashuna Oq saroyning oldida o'tkazmay, bu qatimliq prezidentlikni topshirish murosimini Oq saroyning ichida o'tkazdi ekanda. Bu Oq saroyning ichidami Reagan Zontongmi o'z vaqtida bu hokimiyatni qo'lga olgan vaqtida bu naq shu Oq saroyning ichida o'tkazyapti ekan. Bu Sovet ittifoqiniki parchalanishni o'sha Reagan Zontong mezgilida amalga oshibdi ekan. Bu yer qiyoschilarning digini Trumpmi bu qatim o'ziniki vaziyat topshirish murosimini Oq saroyning sirtida o'tkazmay, ichida o'tkazib berishi xuddi shu Reaganga o'xshash bu bir kommunizmni yimirilishniki bir simbol xarakterlik bir vaziyat topshirish nimasi deydi. Ya men naq shuni dedim, men naq shunga javob beray dedim. Mening bunga bergan javobimcha shu savol bor-ku, shu 2016-yil Trump chiqqan chog'da shuni o'xshash munozirlar bo'lgan shu vaqtlarda. Endi Donald Trumpning chiqishi xuddi Reagan chiqqan chog'da Sovet ittifoqini parchalashga kirishgandek, endi Trump'mi Xitoyni parchalaydigan bo'ldi degan gaplar yomon jiq munozirlar bo'lgancha shuning o'xshash mazmunda gap qilyapti. Endi bu mencha bu qatimqi nima shu asosli sababim shu so'g'din bo'ldi-ku. Endi u yerda o'tganda taladi qilgan chog'larda bir muncha odamlar og'rib, kasal taqtidigan ishlar bo'lib kelgan tarixda-ku. U bir. Endi keyin hozir mana men bu yerda qarab turibman, havo sovuq bo'lishga boshladi. Erta endi shu xili sovuq bo'lgan o'xshaydi. Bu bir sabab bor. Yana birisi ma'lumki Trump hozirchi ikki qatimliq o'qat emasmi, o'ltirish nimalar bo'lgan emasmi? Bo'lgandan keyin balkim mushuliqi Oq saroyning soqchilari, qo'g'diquvchilar bor-ku, ularning ayrim komitetlari bo'ldi. Shular shu qaror kelib, buni sirt qilmayli, agar
u meydan degan yomon cho'ng maydonchu u yerga bir nimani tiqib qo'yib nima qilish degan nihoyatda oson ya maydonga u agar bir chiqay burun bir yerga tiqib qo'ygan bo'lsa tepilmagan bo'lsa u yerga odamlar kirib olib u yerda nimaning oldida tikilgan odam nishon qilib qilgan ishlar lekin u agar maqsadga yetamisin bir cho'ng davron balkim shuning oldini oldigan taraflarim bo'ldi endi ish qilmas so'g'uq havo obdan bani qancha hozir Amerika Washingtonda havo haroyi hozir bugun ancha so'g'uk emas bugun noldan endi 1 gradus tuvanmiki rasmiy so'g'uk emas atagacha bir 10 graduslar chiqib qolamiki deyapti. Endi dedik bu yerda shu Amerikaniki siyosiy analizchilari mushaqqa nima deydi hamda shu xil ko'z qarashniki qaysi ko'proq analiz qilyapti ular ya ular hamda asosan shu men degandek shu bir qancha ehtimolliklarni deyapti. Ba'zilar turib shu ya uning bilan munosabat so'g'lig'ini sababi deydi va ba'zilar ashundaroq bir signalni beryapti degan gaplarni qilyapti. Ashtaqda yani bu yerda endi zalning ichida qancha odam patidi dedi biz zalning ichiga bir 2000 dakil odam patamdi ya necha yuz odam patam nayt kichik endi asli mening planimda oldidagi bir nimaga meni ashak taklif qilganda oldida turib nima deydi bunda necha nimalar bor emasmi unda nimalar taklif qildingiz bormaydigan bo'ldim chunki nima qilmayman so'g'ida men o'zim so'g'dan sal to'liqqa taklif qilsa kim taklif qiladi deyman ha taklif qilib shu nima emasmi biz donation qilamiz biz-ku iyonlarga shu baga iyonlar qarab berdi men bu deb qo'yam so'rdingiz ma 200 odam patidigan zalning ichiga mening farazimcha kirishning o'ziga balkim 250 ming dollar to'lash to'g'ri keldi 250 ming alayda taklif qilganlardan boshqa alayda taklif qilgan odamlar bor senatorlar kongress a'zolari burunqi sobiq prezidentlar ular bekor kirdi lekin bundaroq nimalar ashak kirmaydigan bo'lsa jazman shunchalik pul yetishga yana bir xabar deydi shu Trumpning yanida turib qo'l ko'rshalaydigan darajaga yetadigan odamlarga deydi 1 million dollardan to'lash kerak 1 million 1 milliondan yani toplaganlarning ichidanmi bir qismlarini u nima qilamiz vaqt to'shib ketibdi asosan to'shib ketdilar yanada balkim bir 50-60 odamchu yendi tura oladi yendi turib atamda Assalomu alaykum va alaykum assalom deyishalaydigan qo'l ko'rishalaydigan ishda ahvolga erishdi 1 million dollarga shuning uchun ismimiz bor-ku Mark Zuckerberg deymiz yana qaysi bir qanchalar bor Jeff Bezos deymiz Bill Gateslar bular hammasi 1 million berganning sababi shu yaqinroq yerda turish hamda hozir 1 million dollar bersangmi yeniga bora oladiganga salohiyatning to'shmasligi mumkin degan gapni deyotdi bundaq gaplarda qirqib bo'lgan bo'lsa borgan bo'lsangiz yaqinroq qolsa o'sha naq maydon taqib bulatqa ahvollarni hozir men xili yaqin yerda turgandim hamda bir yil mushtaq ahvol bo'ldi bugun bormaymi kelayman nima qilmay bu so'g'da deb hamda ba'zi yerlarda zallarning ichida tusoq bo'lgan zallarning ichida shu xalqlar bilan birlikda TV ko'ramiz u TV ko'rib deb qilib yerda deb bag'im kelmayapti so'g'ini ustiga unda bo'lsa vaqtni bir yil berib turib 1 soat tweetimizga 1 soat 18 minut ketib qolibdi bugungi suhbatni mishal oxirlashtiraylik savolmi bir fikrim bor eng oxirgi savolchi nihoyatda jonliq nihoyatda nima savolchi mushu savol to'g'riliq yana bir suhbat o'tkazsak bo'ldi deb qarayman chunki bu yerda Reaganning tarixini eslash to'g'ri keldi Trumpninki tarjimonini eslash to'g'ri keldi shu vaqtdagi dunyo vaziyati qandoqlarcha shu Reagan Sovet ittifoqini parchaladigan hamda hozirgi kelgan chog'da Trump shuning o'xshash shu vaqtga o'xshash bir o'zgarish bo'lish davrimi yo'qmi degandek mazmunlar emas o'zi unday qolsa bu vaqtim siz bir leksiya tayyorlasangiz men savolni tayyorlab qo'yay Reaganning tarixiga men qiziqaman ben ba'zi millarni o'qigan bu to'g'ri suhbat qilaylik desangiz sizni bir men bu leksiya tayyorlab bir 5-6 savol tayyorlab shu savollar asosida yana bir mulohaza qilib boqamiz hamsa kommunizmni eng chong kommunizm lagerini ag'dirgan shu Reaganning tarixini bir nazar tashlab
Ondan Trump'ın nimasiga bir nazar tashlaymiz hamsa. Qayda? Bu Trump'ning eng nima himoya qiladigan prezident bu shu Reagan-chu. Uning gapini qildi. Bo'ldi, ashtaq bugun. Bo'ldi, rahmat hamsa to'g'liqqa orliqda bir necha savollarni dedingiz, samimiylikdan javob berdingiz, xush bo'ldim. Bildigan narsani, dingiz bilmagan narsani yaxshisi izinib qilib baqish kerak. Bir necha savollar haqiqatan cho'ng savollarda. Bu qatimki Marko Pompeo'niki shu guvohlik berish yig'inida dunyoga bir xitob qilgan shunda 5 soatlik suhbatniki 8 temning ichida Uyg'ur masalasiga Tailand Uyg'urlarning tilga yelishi Uyg'urlar uchun bir yaxshi bir boshlanish, yangi bir hokimiyatniki chiqishida hamda. To'g'ri. Biz bu vaqtda qanday qilamiz? Ashbay savollar asosida yana bir qatim bir keng doiralik bir suhbat qilamiz. Anki ma Reaganning haqida bir suhbat qilamiz. Ko'p rahmat. Qarindoshlar programmamiz mushdan oxirlashdi. Yana deydigan gap dunyoda bo'layotgan bu siyosat nimasida Uyg'urlar munosabatli yangi xabarlar olib qolsa, vaqt-vaqtida aqasini xabarlantiramiz. Shundaqla boshqa qarindoshlarnikimi o'zi xohlagan temada leksiya va yoki suhbatlarni o'rinlashtirish olib qolsa, bu Uyg'ur choyxona suhbatxonasi sizlar uchun hamkorlashadi. Har vaqt hamma odamga bu suhbat qilamiz. Uchoq bo'lsa o'xshamagan fikr iqimidagi kishilar kelish orqali suhbatni texnik yaxshi rangdor qilishga tirishaylik. Bu orqali o'zimizningmi bir siyosat ingimizni o'stiraylik. O'xshamagan temalarni da pat yana suhbat deb boramiz. Keyin qatim suhbat ko'rishaylik. Hammalarga ko'p rahmat. Sizga rahmat. Rahmat.